Audio Jungle. Audio Jungle. Reja doimo Kiyevni olish bo'lgan. Putinga yaqin odamlar hududiy da'volarni ochiqladi. Rossiya harbiy qo'mondonlari prezident Vladimir Putinni 2026-yil kuziga qadar Donetsk va Lugansk viloyatlarining butun hududi ustidan nazorat o'rnatishga muvaffaq bo'lishlariga ishontirdi. Bu haqda Kremlga yaqin manbalar va Ukraina razvedkasi baholariga tayanib Financial Times xabar berdi. Rossiya prezidenti Putin suhbatlashgan ikki manbaga ko'ra, Putinning Donbassni to'liq egallash istagi tobora kuchayib bormoqda. U urushning dastlabki bosqichlarida front chizig'i bo'ylab jangovar harakatlarni muzlatishga tayyor edi. Men uni hozirgi front chizig'ida to'xtatishga urindim. Ammo u yo'q, men bu borada murosaga bora olmayman deya turib oldi, dedi manbalardan biri. Putinning Ukraina mudofaa tizimi tez orada qulashi haqidagi ishonchiga na Rossiya iqtisodiyotining zaiflashuvi va na frontdagi past sur'atdagi siljishlar ta'sir ko'rsatgani aytilmoqda. Uch manbaga ko'ra, Rossiya prezidenti butun Donbassni egallash, har qanday sulh narxini oshirishi va kelajakda boshqa hududiy da'volarni ilgari surish imkoniyatini beradi deb hisoblaydi. Haqiqat shundaki, Rossiya hali ham jang maydonida g'alabaga erishishga harakat qilmoqda va o'zining maksimal talablariga amal qilmoqda, dedi yuqori martabali nemis diplomati. Ukraina razvedka boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari Vadim Skibitskining fikricha, Donbassdagi muvaffaqiyat Rossiyaga Zaporojye va Xerson viloyatlarining butun hududiga da'vo qilish imkonini beradi. Hozirda Rossiya qo'shinlari ushbu viloyatlarning faqat bir qismini nazorat qilmoqda. Rossiya uchun Xerson va Zaporojye viloyatlarini bosib olish Donbassni egallashdan ham qiyinroq bo'ladi. Ushbu mintaqalarning eng yirik shaharlari Dnepr daryosining narigi sohilida, ya'ni Putin qo'shinlari tark etgan yoki hech qachon egallay olmagan hududlarda joylashgan. Urushni to'xtatish bo'yicha norasmiy muzokaralarda ishtirok etgan manbalar Putinning haqiqiy ambitsiyalari hali ham Ukrainaning katta qismi, jumladan Kiyev va Odessa ustidan nazorat o'rnatish ekanini aytmoqda. U Zaporojyeni olmaydi, Donbassni olmaydi, Xersonni olmaydi, ammo yodingizda bo'lsin, reja har doim Kiyevni qo'lga kiritishdan iborat bo'lgan. Vazifa qo'yilgan va bajarilishi kerak, degan FT suhbatdoshlaridan biri. Makron nega tarsaki yegani ma'lum bo'ldi. Emmanuel Makron atrofidagi mojaro yangi tafsilotlar bilan ochiqlandi. Fransiya prezidenti Emmanuel Makron 2025-yil Vyetnamga tashrifi chog'ida rafiqasi Bridgetdan tarsaki yegani aks etgan video keng tarqalgan edi. Jurnalist Florian Tardif o'zining Mukammal juftlik kitobida ushbu hodisaga prezidentning eronlik aktrisa bilan yozishmalari sabab bo'lganini ma'lum qildi. Ma'lumotlarga ko'ra, Bridget Makron o'sha paytda erining telefoniga yosh aktrisadan kelgan ochiq mazmundagi yozishmani o'qib qolgan va bunga tarsaki bilan javob qaytargan. Ushbu holat kameralarga muhrlanib, ijtimoiy tarmoqlarda virus kabi tarqalgan. Bu 48 yoshli prezident va asli eronlik bo'lgan 42 yoshli Golshfet Farahani o'rtasidagi yozishma natijasida yuz bergan. Sizni juda go'zal deb bilaman, degan prezident Makron aktrisaga yuborgan yozishmalaridan birida. Ushbu ma'lumot Tardifning 13-may kuni nashr etilgan kitobida batafsil keltirilgan. Le Parisien gazetasining yozishicha, Eron hukumatining ashaddiy tanqidchisi sifatida tanilgan Farahani bir necha oy davomida Makron bilan platonik munosabatlarni saqlab kelgan. Bu juftlik o'rtasida taranglikni keltirib chiqardi, oqibatda shaxsiy sahna ommaga oshkor bo'ldi, deya tushuntirdi Tardif. Bridgetning yozishma mazmunidan ko'ra undagi ishoralar ko'proq xafa qilgan. Ehtimol aniq yoki haqiqatan ham qoralanishi mumkin bo'lgan hech narsa yo'q, ammo bu haqdagi fikrning o'zi yetarli bo'lgan, deyiladi kitobda. U Bridget o'zini chetga surilayotgandek his qildi, deya Tardif birinchi xonimning do'stlaridan birining so'zlarini keltiradi. Fransiya birinchi xonimining vakillari ushbu voqeaning Farahaniga aloqadorligini rad etdi va Bridget hech qachon turmush o'rtog'ining telefonini tekshirmasligini ta'kidladi. Bridget Makron 5-mart kuni muallifga bu ma'lumotni qat'iyan rad etib, erining mobil telefoniga hech qachon qaramasligini ta'kidladi, dedi vakil Le Parisien nashriga. Farahani ham prezident Makron bilan bog'liq barcha mishmishlarni rad etib kelmoqda. Menimcha, ba'zi odamlarda sevgi yetishmayapti va ular bo'shliqni to'ldirish uchun shunday romanlar yaratadi, degan edi aktrisa mart oyida Le Point nashriga bergan intervyusida.